Hurmatli do'stlar, O'zbekiston giroyi Xayrullo aka Ibadullayevni mana og'zini ochib qo'yib shunday olyapmiz. Endi O'zbekistonga ketyapti-ku. Ha, kulganda shu butunlay jahonga shu mana shunday kulgulari bilan telekanallarga yurtimizga chiqsin. Akamizni hozirgina cheeskani tugatdik. Agar bir so'zi bor edi. Birinchi ochirib gapirgan gapim echkini o'lgisi kelsa qassob bo'lib yegin. Shu gapimni lekin yo'q, manfaat topdim aka. Men tishimda qanaqadir zarracha kasal bo'lgan joyida yordam ko'rsatyapsiz. U ham meni o'zimda Sog'lig'ingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun, endi karmonim uchun deb qo'yaylik. Endi sizday jasoratli insonga baribir pul bilan xizmat ko'rsatmaymiz-ku. Ya rahmat hammasi uchun, avvalambor sizga shunchalik e'tibor berganingiz uchun umringizdan baraka toping aka.